Hammaga assalomu alaykum. Bugun bitta dolzarb mavzu haqida gaplashamiz. Ya'ni kosmetolog kabinetiga qachon borish kerak? Kosmetolog muolajalari qay darajada xavfsiz? Hammasini haqiqatlarini birma-bir ochib beraman. Sizlar bilan kosmetolog Angelina bugun ko'p ayollarimizni qiynab kelayotgan savollar haqida gaplashamiz. Ko'pchilik ayollar mani kabinetimga keladigan, ayniqsa birinchi marta kelayotgan ayollar, "Voy, men qo'rqaman ukol olishga. Mani rosa dugonalarim yoki opalarim qo'yishmadi sizni oldingizga kelishga. Chunki yuz battar osilib ketarkan sizni protseduralaringizdan keyin yokida bo'lmasam menga hali botoksga barvaqt deydigan ayollarimiz uchun zo'r kontent bugun eshitasizlar. Hurmatli ayollar, har doim biz o'zbeklarda shunaqa bitta maqol bor. Kasalni davolagandan ko'ra uni oldini olgan yaxshiroq. Bu bilan nima demoqchi? Albatta, siz bir me'yorini biladigan, insof diyonatli kosmetolog topsangiz va u kosmetolog bilan 25 yoshdan keyin ishlashni boshlasangiz, siz 40 yoshingizga borganda o'sha tengqurlaringizga nisbatan, ya'ni sizga borma, yuzing osiladi deydigan tengqurlaringizga nisbatan 10 yil yosh ko'rinasiz. Bu kafolatlangan. Chunki qizlajonlar, agar yuzingizga me'yor bilan, конечно, har xil yotqizib olib fillerlarni aytmayapman. Botoks ham o'zi aslida ajin tushib bo'lgandan keyin qilinmaydi qizlar. Ajin sinib bo'lgandan keyin juda ham ishlaringiz qiyinlashadi. Bu narsani aytib charchamayman. Siz ajinni tushmasdan turib kelib kosmetologga har xil me'yor doirasida, yoshingiz doirasida muolajalarni olib yursangiz, hech qanaqasiga yuzingiz osilib ketmaydi. Yuz qachon kecha bitta klientim kelgandilar, aytyaptilar, mani dadam vrachlar, 50 yoshingdan keyin yuzing osilib ketadi. Qizlar kechirasizlar, 50 yoshdan keyin kosmetologga bormasangiz ham yuzingiz osiladi. 50 yoshda kimni yuzi osilmabdi? 50 yoshda yuzi osilmagan odam juda kam. Hech kim men kosmetologga bormayman, o'zi shunaqa yosh ko'rinaman deydigan ayollarimiz genetik darajada juda kam qizlar. Shu uchun bunaqa gaplarga ishonmanglar. Rostdan ham zo'r natija beradi. Doimiy hech bo'lmaganda 1 oyda 1, 2 oyda 1 kosmetolog kabinetiga borib, qanaqangidir vitaminlar olib yursangiz yuzingizga, uhodlar qilsangiz, endi bu yoqda qizlar yosh ko'rinib qolish uchun faqat kosmetolog kabineti emas. Uyda ham 2 mahal yaxshi parvarish qilish kerak. Ya'ni o'zingizni teringizga mos bo'lgan, muammongizga to'g'ri keladigan parvarishni qilib, kosmetolog kabinetiga borib, sog'lom ovqatlanib, ko'proq suv ichib yursangiz va ora-orada hech bo'lmasa haftada 1 kun roza tutsangiz, siz doim chiroyli yosh bo'lib qolasiz. Конечно, hech kim 45 yoshida qizlar 18 yosharday ko'rina olmaydi, Jennifer Lopez ham hattoki. Lekin o'z yoshingizga nisbatan ancha chiroyliroq, priyatniyroq, ajinlar kamroq, qanaqangidir so'lg'in emas teri tarang, svejiy, o'zingizni tengqurlaringizni mana yuzlari charchoq, ko'zlari charchoq bo'lgan bir holatda sizda buni aksi bo'ladi va kosmetologni albatta foydasi bor qizlar. Lekin yana bitta narsa aytib ketaman bu yoqda. Siz o'sha yuzingizni osiltirib, ajinlarni sindirib kelgandan keyin kosmetologdan mo'jiza kutmang. Hal qilib bera olmaydi kosmetolog. Undan ko'ra plasticheskiy xirurgga borib operatsiya qildirganingiz 1000 marta yaxshi. Shu uchun biz kosmetologlar odatda teridagi muammolarni oldini olish uchun o'zi aslida ishlaymiz. Ya'ni dog'ni oldini olish uchun SPF'lar beramiz, namlantiruvchi kremlar beramiz, yuzga vitaminlar qilamiz, kokteyllar qilamiz. Ajin tushishini, teri sinishini oldini olish uchun botulotoksin muolajalarini qilamiz. Lekin uje sizda problemani oxirgi uroveniga olib kelganingizdan keyin biz sizga yordam berishimiz qiyin bo'ladi. Va hurmatli ayollar, bitta narsani iltimos qilgan bo'lardim. Kosmetolog kabinetiga iltimos sehrli tayoqcha izlab kelmang. Unaqa sehrli tayoqcha faqat o'zingizda bor. Ya'ni siz doimiy sog'lom ovqatlanasiz, suv ichasiz, 2 mahal parvarish qilasiz, asabni asraysiz eng muhimi va kosmetolog kabinetiga borib uhod qilsangiz,
Mana sizga sehrli tayoqcha. Faqat kosmetologni qo'lida emas, asosiy sehrli tayoqcha o'zingizni qo'lingizda. Hammangizni yaxshi ko'raman. Paka paka.